Bu Franklin Bobon rasmi tushirilgan $100 kupyura. Bu $100 atiga mana shu $100 evaziga siz mashinangizga nimalar qilishingiz mumkinligini hozir so'rab bilib beramiz. Qani, bu $100 ga mehmon. Shu $100 ga nimalar qilib beramiz? Xo'p, hozir Ramazonda qilgan aksiyamizda yana davom ettiryapmiz. Ko'pchilik so'raganim uchun, bunda nimalar ketadi? 3 etapli polirovka, bond salonchilarning hindskasi va kasketka bo'lsa kasketka joylari. Yana bitta narsani bonus qildim menga. Ko'pchilik odamlar so'rashdi. Motorni chiska qilib berish. Motorni ham bir yo'la qo'shib chiska qilib beramiz. Bond salonchi chiskasi va motorni chiska qilib beramiz. Bu motor chiskani boru, u mashina qurishaklar juda yaxshi bo'ladi. Bozorga olib chiqishdan oldin ancha pulga tushadi bu narsa. Bonusga qo'shilib ketibdi. Mana hozir Gentrani ichki kiyimlarini yechib tozalashyapti-ku mana. Polniy himchiska qilinadi mashina. Mana shunaqa yechintirib tashlashadi mashinangizni. Polniy polirovka qilinadi. Mashina polniy polirovka qilinadi. Haligi ozgina joylarida aniq petnoga o'xshagan kichkina tochkachalar bo'lib, toshlar tegib, xunuk qilib qo'yadi-yu mashinangizni. Ana shunaqa narsalarni ham go'zal qilib kosmetika qilib berishadi, xullas. Yurganga yarasha mashinada yuradigan qilib berishadi. Xullas bu xizmatlardan foydalanish uchun ko'p qiynalish shart emas. Mana shu nomerlarga telefon qilib, joyingiz zaynat qilib kelasiz, tashab ketasiz, aytilgan muddatda qilib topshirishadi. Agar ozgina kech qolsa, kech qolgan kuniga yana bonus qo'shib berishadi.